Hayotingizdagi eng sevimli kunlarni eslatadigan atirlar. Replikatorlarni eshitib ko'ramiz. Eshitamiz. When the rain stops yoki yomg'ir tugaganda. Bundan rostdan yomg'ir hidi keladi. Lekin O'zbekiston yomg'iri emas. Hozir tushuntiraman. O'zbekistonliklar yomg'ir deganda yerni hidini tushunishadi. Chang pastga cho'kib, o'sha yerni hidini beradi. Bu atirda esa yomg'ir go'yoki katta gulli bog'ning ustiga yog'gandek. Takoy ho'l gullarni hidi keladi. Lazy Sunday morning yoki yakshanba tongi. Tasavvur qiling, shanba kun butun uyni generalniy уборка qilgansiz, pastel bilyo yuvgansiz, sochiqlarni yuvgansiz, boshingizni yuvgansiz, qulog'ingiz gizgacha yuvgansiz. Ertalab esa boshingizni svejiyligi va pastelniy bilyoni konditsioner hidi kelayotganda ekan. Keyingisi autumn vibes yoki kuz vibe. Tasavvur qiling, oltin kuz, hali iliqroq kunlar. Siz jigarrang trenchdasiz. Ko'chatdagi kafeni eshigini ochasiz, u yoqdan gup qilib koritsani hidi keladi. O'tiribsiz kofe ichib, oynadan qarab, ko'chada esa daraxtlarning bargi sekin tushyapti. Under the lemon tree yoki limon daraxti ostida. Tasavvur qiling, qanaqadir italyanskiy dengiz bo'yida kichkina shaharchada tor ko'chalardan pastga dengiz tarafga qarab ketyapsiz. Yo'lingizda esa birinchi etajda yashaydigan senyorani limon daraxti uchradi. Siz o'shandan limonni hidlab ko'rasiz. By the fireplace o'choq yoki kamin yonida. Realni o'choq hidi keladi. Tasavvur qiling, muhabbatingiz bilan kamin oldida plet o'ranib o'tiribsizlar. O'choqda yog'ochlar chiq-chiq qilib kuyyapti. Sizlar esa choy ichib, olovga termulib o'tiribsizlar. Issiqqina hid. Very sexy. Jazz club, ya'ni jazz klubi. Past yoritilgan to'q jigarrang, to'q ko'jani divanlari bor barni tasavvur qiling. Barman yonida qanaqadir krasivый SEO sigarasini akkuratно chekib sizni kutyapti. Kostyumini ichki karmanida esa sizga bezlimitная черная kartochka tayyorlab qo'ygan. Qizarib ketganim. Komment etib keting, yana shunaqa ta'rifli videolar qilamizmi?